Bo'pti, men ketdim ishga. Ha. Ya, Xorma aka, tuzimsan? Assalomu alaykum. Bobom aka. Shaharga ishlaganni keldim, oyog'i chataq ekan deb hech kim ishga olmadi. Hozir yonimda yo'l kiramga pulim qolmadi. Puling bo'lsa berib tur, qishlog'imga yetib ol. Mana aka 10 ming yetadimi? 10 ming nima bo'lardi uka? Ha, yetmaydimi? Ana yana 40 ming ham aka. 40 ming? Yetadi bolam. Nomeringni yozib bergin. Men qishloqqa yetib olsam, seni telefoningga ham o'tkazdirib yuboraman. Yo'q, amaki shart emas, roziman. Yaxshi yetib oling. Ya, amaki, qishlog'ingizga yetib olmadingizmi hali ham? Ha, yo'q. Endi ketyapman. Ha, o'tiring, amaki tashlab qo'yaman o'zim. Yo'q, rahmat. Sekin yetib olaman o'zim. Amaki bunaqa qilib, yolg'on gapirib, pul so'rab yurganingizdan ko'ra ochiqchasiga tilamchilik qilganingiz yaxshi edi. Yo'q, xormanglar balla. Assalomu alaykum, keling amaki. Yo, va alaykum assalom. Kecha o'g'limni qo'lini olib qo'y. Assalomu alaykum. Yo, va alaykum assalom. Uka ishlagan shaharga keldim. Ayog'im chataq, ish topolmadim. O'shanga endi qishloqqa qaytib ketishim kerak edi. Hozir yonimda to'g'ri tushunsang, bir so'm pulim qolmadi yo'l kiroga. Imkoning bo'lsa, pul berib tursang, qishlog'imga yetib olardim. Bo'ldi, amaki. Amaki yetadimi? Ha, 100 ming 3 ta mashinaga chiqaman. Qishlog'im ancha uzun. Agar imkonim bo'lsa, yana jinni qo'shgan. Amaki 60 ming yetadimi? 60 ming yetadi. Telefon nomeringni ham yozib bersang, pulim bo'lishi bilan senga tashlab yuboraman, xo'pmi? Yo'q, amaki shart emas. Uyingizga eson-omon yetib olsangiz bo'ldi. Rahmat o'g'lim, umringdan baraka topgin. Nima, bitta darvoza yasasizlarmi? Ha, darvoza yasaymiz amaki. Mana 8-9 yil suvarkachilik qilganman. 1-2 marta darvoza ham yasaganman. Asonlar ko'payib ketibdi-yu. Qanaqa darvozalar? Amaki, bu darvozamiz 330 ga 350. Bu darvozamizni 1 kvadrat metrini 600 ming so'mdan qilib beramiz. Bu fasonlarimiz 1 million 250 ming so'mdan 1 million 400 ming so'mgacha listi qalin parashligiga qarab narxi o'zgaradi. 12 ta viloyatga dostavka, ustanovka mutlaqo bepul. Xo'p, fasonni ham ko'paytirib tashlayapsizlar. Biz bitta listdan yasab qo'ya qolardi bunday qilib. Oyna-poynalar qo'yib tashlaganlar, oynalar teshib. Bular nech puldan? Amaki, bu darvozalarni 1 kvadrat metrini 1 million 250 ming so'mdan 1 million 400 ming so'mgacha qilib beraman. Bir duo qilib qo'yib, mana sekin uyga qayta kech bo'lyapti. Amin. Ishlang rivoj bo'lsin. Allohu akbar. Mayli amaki, yaxshi yetib oling. Sog' bo'lgin. Xo'p. 695 ming. Alo. Ha. Non bilan tarozi oling. Ha, bo'ldi. Bo'pti, bo'lyapti.